Hozir mana yigitlar suvlar chiqarish jarayoni ketyapti. Mana shu nasibsa hozir suvlarni ham chiqarib, biz telefon raqamdan qo'yib berib ketamiz albatta. Mana shu yigitga bog'lanasizlar, pastda telefon raqamlari qo'yiladi, mana apparatlar. Bemalol murojaat qilish mumkin. Mana bu kam ta'minlangan oilalar bo'lsa, uni kelishtirib olib beriladi albatta. Mana hamma narsa bor, keladi, siz hech narsa olib kelmaysiz, hamma narsa faqat mana shu ustalar o'zlari yetkazadi. Endi mana Dilshod akamizga savollarimiz bor albatta, chunki ko'p insonni qiynayotgan mavzu bu ustalarni hamma narsasini tashish, boshqa qilish. Dilshodchi, mana shu ustalarni hozirgi paytda juda ko'p insonlarga mavzusi shuki, narsa olib kel, u olib kel, bu olib kel degan so'zlar bor. Shu bo'yicha qisqa ma'lumot berib o'tdi. Aka hech bola olib kelmaydi, hamma narsasi ichida. Xohlasa polietilen, xohlasa asbest, xohlasa temir taylab beramiz. 80-90 metrgacha qozamiz. 80-90 metrga. 80-90 metrgacha. Istinasi ham qalinidan, unday ebenasi ham emas. Polietillenlari ham konkretniy ekan, haqiqatdan ham. Asbestlari ham, mana apparatlar, mana bu mana shu yigitlar ishlovchilar. Qarang, aka, bu yerda bonuslar degan narsalar bo'ladi albatta. Bo'ladi. Endi o'rtacha hisob asbestni 140 dan deyapmiz, polietilenni 150-160 deyapmiz. Bundaqa qiynalgan oilalarga bunaqa bonuslari ham bor. 4-5 metr, 10 metrgacha bonus qilib beramiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, eshitdilaringiz Dilshod akamizning gaplarini. Mana shu apparatda boradi, kovlab beradi. Qimmi, loymi, badqahmi qizig'i yo'q albatta. Bu yigitlarimiz jangarida ishlaydi. Faqat bu yigitlar mana shu yerni tagidan borib suvda akib beradi sizga. Buyoqqa qilasizlar, hurmatli aziz obunachilar. Bitta laykni bosamiz, keyinroq videoni tarqatamiz albatta. Mana shu bunday xizmatlar kimga kerak bo'lsa, asbest hamda polietilen, temir desangiz ham urib beradi. Albatta kelishilgan narxlarda 140 ming so'm. Ya'ni asbest turbani metri, polietilen turba nech pul? 150-160. Temir turbachi? Temir turba 200-220 ga. 200-220 gacha, ya'ni hammasini o'zlaringiz olib qilasizlar. Hop, mana qadrdonda laykni bosib tarqatamiz. Mega aksiya bo'lyapti. Ya'ni agar 50 metr kovlataman deganga 6 metr bonus. Kam ta'minlangan oilalarga, ya'ni to'g'ri tushuntirganda, kelishtirib, qiynamasdan qilib berib ketishadi. Mana shu yigitni telefon raqamlarini biz pastga taylaymiz, ko'rib, o'zlaringiz bahoni berib, nasib bo'lsa qo'llaymiz.